Mana bu tarafda Ko'kcha masjidi, bu yoq Beshqozon, Nurafshon chorrahasi, Samarqand darvozaga chiqib ketish. Mana bu oq binoni ko'ryapsizlar-a? Aynan o'sha binoning 5-qavatidan sizlarga 3 xonali kvartira, korobka holatda 83.2 kvadrat ekan. Mana shuni sizlarga hozir ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, narxlar bilan tanishib olasizlar. Aka-ukalar, lokatsiya prosta juda ham ajoyib. Namoz o'qiyman desangiz, masjid bor. Mehmonlarni Beshqozondagi osh bilan ta'minlayman desangiz, bu tomonda Beshqozon, bu yoqda esa Samarqand darvoza. Prosta shahar markazidan. Aka-ukalar, videoga like bosib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rgandan keyin ma'qul kelsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Xo'p, binoga ham kirib oldik. Eslatib o'tamiz. Bu binoda ikkita lift bor, aka-ukalar. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kvartiramiz mana shu binoning 5-qavatida va 83.2 kvadrat. 3 ta xona va 2 ta sanuzul plus bitta oshxonasi, bitta balkon bor. Xonadonga kirib oldik, bismillah deb. Aynan mana shu kirgan vaqtingizda uzun bitta koridor sizlarni kutib oladi. Kelinglar, mana shu koridorda dizaynni mana bu ko'rinishda qilamiz. Sizga ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa, bosib o'ramiz. Xo'p, koridorga kirgan vaqtimizda bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta xona kutib turibdi va orqangizda sanuzul. Uni videoni oxirida ko'rsataman. Kelinglar, birinchi bo'lib eng oxirgi xonadan ko'rsataman. U xonani siz bilan biz nima qilsak bo'ladi? O'zi bu xona poli dizayn bo'yicha kattalar yotoqxonasi qilib ketilgan ekan. Chunki buni ichida sekretniy o'zini bitta sanuzuli bor. Xonadonni xohlasangiz dizaynni mana bu ko'rinishda qiling. Xohlasangiz mana bu ko'rinishida. Endi xohish o'zingizda. Mana sekretniy o'zini sanuzuli aka-ukalar. Xo'p, ana endi koridorga qaytib chiqib oldik. Kattalar yotoqxonasini mana bu eshigidan kirganimizda siz bilan bizda kichkina bir kompaktniy detskiy xonamiz kutib oladi. Ya'ni yosh bolalaringizni bemalol shu yerda yotqizsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bu ko'rinishda qilib qo'ying, xohlasangiz bu ko'rinishda dizayn qilib ketishingiz mumkin. Xo'p, ana endi siz bilan bizda yoqtiradigan xona, ya'ni erkaklardagi ayollarimiz mana shu yerda ovqat pishirib, siz bilan bizni kutib oladi-yu. Kelinglar, buni eng oxirida qiziqish uchun ko'rsataman. Boya aytib o'tganimizdek, bitta sanuzul, bu общий. Ya'ni yosh bolalar, kelgan mehmonlar mana shu yerdan kirib, mana shu yerdan chiqadi. Va buni yonida bitta keng mehmonxona siz bilan bizni kutib oladi. Endi buni dizaynini qanday qilsak bo'ladi? Xohlang, mana bu ko'rinishga qilib oling. Xohlasangiz, mana bu ko'rinishda dizayn qilsangiz ham bo'ladi. Aka-ukalar, har tomonlama ixcham. Chunki patologni balandligi bor-da, xohlagan dizaynni qilsangiz bo'ladi. Ana endi oxirida eksklyuziv xonamiz bu ayollarimiz yoqtiradigan xona, ya'ni oshxona. Aka-ukalar, kirib kelganingizdan to'g'rida sizni balkon kutib oladi. Aka-ukalar, buni dizaynini mana bunday ko'rinishda qilsangiz, yangamga to'shni yoqadi. Yo, yoqmadi desangiz, xohlasangiz mana bu ko'rinishda qiling. Har ikkalasi ham chiroyli. Boya eslaringizda bo'lsa, videoni ana bu joyda boshlagan edik. Ko'rdilaringiz-a? Birinchi, ikkinchi qavati do'stlar magazinga moslashilgan va biz turgan joy hozir 5-qavatda, 83.2 kvadrat, 3 xona plus oshxona. Aka-ukalar, 2 ta sanuzul, 2 ta lift bor. Xullas, hamma tomonlama lokatsiyasi ham, uyda joylashuvi ham bomba joyda. Narxiga keladigan bo'lsak, eng qiziq joy 96.500 deyishyapti. Ekrandagi raqamlarga telefon qiling. Xohlagan vaqtingizda kelib ko'rishlaringiz mumkin. Kommentariyaga endi o'z izohingizni yozib qoldiring. Narxi qanday? Yana kelishiladigan joyi bor. Videoga like bosib tarqatib qo'yamiz.